Dervişlerning bu haq nima deyishayotganligini bilgingiz yo'qmi, pirdosh? Ben bilmayman. Assalomu alaykum. Salomni melikanmaysiz-ku, pirdosh. Ben bilmayman. Kecha uxlayolmagan o'xshamamsiz? Ben bilmayman. Vazifaga qaytganligingizni deyishyotidi. Yunus efendi qozilik qachon qaytadi deb taqazzo bo'lyotidi. Ben bilmayman. Suyunginimizchilik. Ensirmi do'qlisam xatolashgan bo'laman. Ammo buningmi bir hikmati bordi. Shayximizning nisibasini olgan do'stimiz qozi bo'ladi. Shayximiz hargiz adolatda davlat xizmat qilayotgan birini vazifangizni tashlab dargohga qul bo'ling demaydi. Texim xayrlik bo'lg'ini. Bu bo'lgan bo'lsa, buni buyurgan bo'ladi. Shundaq deb buyurmadimi, pirdosh? Ben bilmayman. O'zingizning ishini albatta o'zingiz eng yaxshi bilasiz. Biz faqatla haqqingizda duo qila olamiz. Kech bo'lib qoldi, pirdosh. Sizni mo'jiq avar qilmay. Kechligingiz xayrlik bo'lsin. Sizgimi shu? Qosim efendi. واعف عنا آمين واغفر لنا آمين وارحمنا آمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Allah qalbingizni nurli qilsin qizim. Darsni boshlag'ali qanchalik bo'ldi? Qishda boshlagan. 5 ay bo'lay deb qopdi. Bugundan boshlab qorilik darsini Fatima qoriyadan e'lon. Bilaman dada. Bozor masjidida dars beradi. Onangiz bilan berib kelasiz. Kiraz bilan borsangizmi bo'ladi. Atli darsni boshlayman dada. Yaxshi, emisa kechligingiz xayrlik bo'lsin qizim. Konya'ga qanday qaytsan? Atxonada etim bor. Darvish bo'lgan bo'lsang, jon ustida jon bo'lmaydi deydiq. Mang'in, bu yo'l nega boradi ko'rib baqay. Bu sen mi Yunus? Sen kim o? İsmin neymi?
Men bilmayman. ismingni mi bilmamsan? Men bilmayman. Ha, yaxshi. Buningdan keyin bil amsa. Isming Yunus. Diling va tiling men bilmayman zikrsi bilan yuyilib paklandi. Endi sana vacip emas. Ruxsat bormi shayxim? Ruxsat so'raganga ruxsat bor. Men bilmayman zikrini oxirlashtirgandan keyin menga yangi bir zikr bersangiz shayxim. Kela. Yaqinlash. Yana biraz yaqinlash. Bulanımı sana deb beray. Amma ko'pinchisi sirdir. Bo'yin egmaganga deyilmaydi. Bo'yin egmaganga oshiqning sirini eshsang, u siri cho'gilab kelib seni bo'g'idi. Yana kelib bo'lmaydigan yerda tiling tutolmay oshkorlab qo'ydi. Beshingni ko'tar. Ikki qishingning o'ttirsini ko'rayli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا Nima dedim? Allah. 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 Bo'ldi avladim, sen yenib kelgandan keyin darvish daftarimizga seni yozdik. Allah bu yo'lda davom qilishga nasib qilsin. Hammamiz yeningda. Buni xurofot deb qolma. Ko'nglini darvish qilgan haqiqiy darvishning ilhom, jazbidorligi bor. Ishlarni osonlashtiradi. Ammo bu bir sirdir. Bu sir deyilmaydi, balki ilinadi. Talib bo'g'uvchi usul bo'yicha ma'noda. Ondan yetib bora oladi. Usul bilan mangmagan uchirtolmaydi. Uchirtanmagan nisibisini ololmagan odam bo'lib hisoblanadi. Ularning ko'rsatgani yo'l emas, xurofot deydi. Biz yo'ldimi yoki xurofotdimi bilmaymiz. Biz ishonganimiz bo'yicha yashashni xohlaymiz. Hammasi mushunchilik. Başka hakikat yok. Bizla hakikat yolunda, başkalar batıl yolda. Undaq mı diyemeymiz. Yolunun ahırıga berip kimnin haq ikenligini, batıl ikenligini köreligen kim ba? Biz işenginimizni, güzel boğunni bu dep yaşaymiz. Undaqda güzel boğunu nime? Tevhid. Birlik. O ağızda, dilda, sözde emas, ko'ngilda. O bir his qilish meselesi. Kitapning betlarida hissiyotlar yozilmaydi. Harflar yoziladi. Ko'ngil har tilda so'zlaydi. Ko'ngil kitobiga harfning keragi yo'q. Sirtdan ko'rgan odam
Ular degan so'pi tog'dan bog'dan so'zlab yuriydi. Sarangning o'zi deydi. Zikr darvishning ichini yo'ritadi. Buning bir usuli, erkani bor. Xalq buni näden bilsin? Bu yo'l yo'lchisiga ichiladi. Kanay sunaydi to'lab, aholiga jar salamaymiz-da. Biz yo'lning beshidagi bir mo'ysipet, yo'limiz tuzmu, egirmi bilmaymiz. Ammo kishining o'zi kelib so'rasa, yo'lini ko'rsatib qo'yamiz. Ammo bir kishi kelmasa, biz da'vat qilmaymiz. Hamma odam o'zining yo'lini ma'sun. Sen bundan keyin tilingdan tavhid kalimasini tushirma. Sening zikring la ilaha illalloh bo'lsin. Unutib qolma. Zikrdan boshqa tilni tarbiya qiladigan yo'q. Aholining yeniga chiqqaningda ichingda zikr qil. O'zing yolg'iz qolganda zohir zikr qil. Ammaning ichida tilingda emas, dilingda qil. Bularning hammasi usuldir. Pir murshidlarning arkonidir. Esingdan chiqarma. Usulsiz usul bo'lmaydi. Yo'lga chiqmagan manzilga borolmaydi. Mengishdagi maqsad oyg'imizni uqirtish emas. Maqsadimiz manzilga yetish. Yo'l birdir. Bir manzilga boradi. Mavjudlikning hammasi birdir. Hayvondimi, o'simlikdimi, suvdimi, havodimi, osmondimi, ko'zga ko'ringan bo'lsin yoki ko'rinmagan bo'lsin, hammasida jon birdir. Xuddi qo'lingda aynakni tutib quyoshga qarab, o aynakda bir muncha quyosh ko'rinadi. Undaqda o sho'lisining hammasi birdan quyosh sanalamdi. Undaq emas. Undaqda ular quyoshdan emasmi? Aslisi, naslisi quyosh emasmi? Shundaq. Quyosh bo'lmagan bo'lsa, aynakda aks bo'lamdi. Undaqda yo'l quyoshga boradi. Endi qo'pib, hamma narsani sana so'zlab berganning, na sana bir foydasi yo'q, na ma'nosi bo'lmaydi. Faqatli quruq gap qilgan bo'lamiz. Ular yo'lning ustida. Qani ko'rishni bilgan o'zi ko'rsin. Ko'rishni bilmagan ko'ranmaydi. Ko'z o'z oldiga ko'ranmaydi-da. Bu yo'lda ko'zi ochiqlar ko'rlar ko'radigan bo'lib qoladi. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh, la ilaha illalloh. Bo'ladi tilingdagi asma, dilingdagi musammo bo'lsin inshaalloh. Qanida baqa. Unumuda Yangi bir vazifa bergan bo'lsangiz, sheyxim. zikrni tilingdan tushirma. O'ylab beqib, ondan sana munosib vazifa o'rlashtiraylik.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رخصتما. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Atganligingiz xayrli bo'lsin, birdosh. Aqıyetingiz xayrlik bo'lsin. Dasturxonga taklif qilgili keldim. Bismillahirrahmanirrahim. Kela aynaklik. Bu yoqqa kelib o'ltir. Kel. Azroq surlik shu birdosh. Kela o'ltir. Qani, ala. Subhanallah. Ali Toyg efendi. Bundan keyin xohlasangiz sho'rpimizni hujurimizni ichaylik. Aynaklik efendi bu yerda issin. Munosibmi? Uni chiqarib o'tang. Qadsini to'ldirib, quloq qo'shiqni bering. O'zining hujurasida issin. Kel, bu yoqqa kel. Mana. Ağıla. Biz ketaylik. Men shuni demoqchi. Bu nima degan qiliqsizlik? Bu qanday qoidasizlik? Bu aqldan adashganlarning dargohi emas. Aramizda adashganlar bor. Ma'qul. Ammo biz ularni himoyamizga olamiz. Bizning o'rnimiz ular bilan birga emas. Biz aqldan adashganlar emas. Bizning o'rnimiz ular bilan bir o'rinda bo'lmaydi. Aynaklik xalq ichida adashgan. Ammo darvishlar ichida bo'lsa, vali. Biz Sulaymon alayhisalom emas. Qo'limizda muhr yo'q. Bu sarang, bu vali deydiganga. Ha, bo'pti amsa. Singishlik bo'lsin. Ruxsatmi shayxim? Kela Yunus, kela. Seni saqlayotgan edim. Men ko'p o'ylandim. Oxiri sana muvofiq keldigan bir vazifa topdim.
Sen bunundan keyin dergahimizning saqiyligini qil Yunus. Suv peshni qo'lingga elib, har kuni saharda Nolliqonning ko'ch-ko'ylarida peqir puhralarga, kep ketganlarga, yo'lovchiga, do'kondorlarga, bolalar, cho'nglarga, har bir uyga suvni sen tarqatqin. Sharaf deb bilaman shayxim. Bu vazifa bilan qalbim yo'riydi. Zikrnimi tilingdan tushirma. Zikr darvishning ichini yanqunjitidi. Yalqullamay turib, oshiq emas, tomning kesigimi bo'lamaysan. Darvishning ichi yenishi kerak. Sho'rp qozonda qaynagandek qaynishi kerak. Suv peshni yudib yurgan odamni ko'rganlar bu o't bilan bu suv qaynamo deb qoladi. Biladiganlar biladiki, u o't bo'lmay turib, u suv to'shilmaydi. Berib vazifani qil. Suv peshni elib ishingni bugundilla boshla. Ruxsat elib bo'lsimi, huzuriga bunchalik ko'p kirish to'g'ri emas. Qoida yo'singa diqqat qilaylik, pirdosh. Bu yerda ko'pchilik birga yashaymiz. Deydiganingiz bo'lsa, bizga dang. Muvofiq bo'lsa, biz yetkazib qo'yamiz. Alloh saqlasin. Usuldagi xatolik bizni asosiy xatoga boshlab qo'ydi. Usul erkanga bo'ysunish uchun bir-birimizni ogohlantirishimiz kerak. Shayximizning nima deganini bilamiz. Usulsiz usul bo'lmaydi. La ilaha illalloh. La ilaha illalloh. Yunus Efendi, Allah şifalık versin. Köngünüzge hatırcamlik versin. Biz bazarga mangan. Bunundan keyin Fatime hanımdan alıdı. Onundan icazet alıdı. İnşallah. İnşallah. Mayli, geç kaldık. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bayram ağının yarısı teqi yaxşı bulmaptı. Köp hareket qısa, ağrıqı yeni qo'zg'ab ketir ekan. Ha, o'qlarni o'zi qipti. Demak, Bayram ağa usti bir to'mirchi ekan. Yunus Efendiga yalvarmagan bo'lsa, sening ukang qozini oldirib bo'p bo'ladi. Mening akam uning qaynenesi. Menga xafa bo'lgandan berib o'ziga desin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom ağa. Va alaykum assalom ağa. Xo'sh kelibsiz. So'kbitinglar xayrli bo'lsin. Ha, nima ish qilyapsizlar? Ishinglar qanday ketyapti? Shaytonga tosh otadigan ko'mirga o't yoqatmiz ağa. Allah razı olsun oğlum. Sizga mushot ağa. Assalomu alaykum Yunus Efendi. Bayram ağamga ayat berdingiz. Endi ko'pchilikka suv beryapsiz. Allah muradingizga yetkazsin. Sizlarga musho. Rahmat. Bo'ldi, ishinglarni davomlashtiringlar.
La ilahe illallah. 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 Derviş efendi. Men suvchi. Suv mening emas. Men faqatla taqitiman. Qaratayda dervişlikni ügetmegen. Uni Nallıxan kelib, Taptiq Amirning dargohiga degandingmi? Darvishlik madrasalarda o'gitilgan bo'lsa, biz o'rgangan bo'lardik. Ha, digine Yunus Efendi. Ahale ussuzluk kandı mı? Derviş üçün turbunun suyu tatlık mı emez, açık mı emez. Turbudun akkan su, turbudun akkan sudur. Suğu tatlık yoki açık deyiş bizning qarashimiz. Suğu tatliq yoki ochiq deyish bizning axloqimizga qarshidir. Su haqiqatning simvoli. Har ikkisini sen to'ldirishing kerak. Turbining yeniga men suni to'ldirmay turib bir stakanni qo'yib qo'ysam, 100 yil o'tsimi u stakan o'zligidan to'lib qolamdi. Sen ko'nglingni haqiqat shoqiratmasiga tutmasang, to'lib qolamdi. Bu haqiqat shoqiratmasi kimdan oqadi? İzdab top komil murshidni. Biz nadim bilamiz? Gap ichilgandan keyin sizlarga haqiqat bilan suning aloqasi nima so'zlab beray. Su barliq olamlar ichidagi birinchi bo'lib va eng ko'p bayqalgan yaralmışdır. Suning ustida o't, o'tning ustida havo bor. Havo bilan o'tning borligi oshkora emas. Oshkora bo'lgani tunji maxluqot, tunji yaralmış sudur. Mushu sababdan su haqiqatning simvoli. Su o'xshamagan jismlarga qachilansimi, o'xshamagan yo'llarda oqsimi, o'xshamagan ranglar bilan bo'yalsimi, bunisi muhim emas. Mayli Yunusning yudib olgan tulumida bo'lsin, mayli Bag'dodning saroylaridagi oltin qachiladi bo'lsin, suni qachilangan sirtqi ko'rinishi bilan baho berish dervishning tavhid yo'lidagi
adabiga mos kelmaydi. Bu masalaning negizi. Haqdan boshqa bir obyektga iymon etgan suvga ishonadi. Ochiq suvga, tatliq suvga emas. Yaxshi, yomon, chiroyli, sa'at, tatliq, ochiq deb hukm berish xatodir. Bu haqiqatning birligiga zid. Darvish hargiz bundoq gaplarni tilga elib yurmaydi. Darvish dedik. Qani uni bir tushunib boqayli. Bu darvishlik degan zodi nima? Darviz. Farschada dar ishik, viz oylanib safar qilib yuradigan degan gap. Darvizdan darvish kelib chiqqan. Bu lug'at ma'nosi. Men sizlarga hayotdagi ma'nosini so'zlab beray. Bir komil murshidga bay'at qilib yo'lga chiqqan, adab usuliga boshlagan odam undaqda bu ishning yiltizi nega boradi? Nadin kelgan deganlarni bilish kerak. Shundaq emasmi? Nima bu darvish degan gap? Jilbob toji bo'lanmız kerak. Undaq bo'lgan bo'lsa, bozorda setilgan bo'ladi. Undaqda dargohda setilgani nima? Bo'pti, unimi so'zlab beray sizlarga. Bularni hamma yerda so'zlab yurmaydi. Ishning haqiqati shu. Muhammad alayhissalatu vassalam deydi-ki, mening peqirligim faqirim. Bu yerdagi peqirlik nima? Biz biladigan peqirlik yo'qlik, kambag'allik. Payg'ambarimiz deydi-ki, mening peqirligim faqirim. Undaqda darvish degan nima? Javob: Payg'ambarning varisidir. Darvish peqirlik ahlidir. Yo'qsullik ahlidir. Peqirlik, yo'qsullik kishining o'z nafsiga shaxsiyatchiligini qo'shib olmasligidir. Hamma narsaning haqqi mansub ekanligini bilishdir. Endi bu nima deydigando deb qolgansizlar. Mayli bo'pti, so'zlab beray. Pirimiz Ahmad Yasaviy hazratlari darvishlik to'g'risida Hazrati Alidan naql qilib turib dediki, agar biri kechida tahajjud namoziga turmay turib, attigini xizmat qilmay turib, shayxlik da'vosi qilsa, ishi botil. Ondan Yasaviy hazratlari Alidan naql keltirib turib nima deydi? Ey darvish, ogoh va dono bo'l. Oldi bilan shariat so'zini, ondan yo'l so'zini, uchinchisi bo'lib haqiqat kalimasini, to'rtinchisi bo'lib ma'rifat kalimasini bilish kerak. Agar biri so'pilik da'vosini qilib, bularni bilmasa, so'pi emasdir. Bu so'zning egisi biz emas, Hazrati Alidir. Mana Hazrati Alining tilida darvishlik mushundaq. Pirim Yasaviyning tilida darvishlik mana mushundaq. Ish deganning usul erkani bor. U bo'lmay turib yo'lga chiqqan manzilga borolmaydi. 4 maqom, 40 martaba. Ular ishning boshqa sirlari. Bu yo'l oshiq yo'li. Tush egilari bu yo'lga kelanmaydi. Manlikni tashlamay turib, malomat ahli bo'lib, tanqiddan qo'rqmaydigan, payg'ambarning o'ylisida yashagan, molsiz, mulksiz sahobalarga o'xshash dunyoni tark etmay turib, darvish bo'lolmaydi.
Mönüngizge bir parça raq qo'yib olishingiz shart, Pirdosh. Havo bek issiq. To'g'ridaydi. Dumbingiz yar bo'p ketidi. Ha, mana mushundaq raq. Mönüngizge qo'yib oling. Burun sening bir eshiging bo'ladigan u yenda. Ko'zini shuningga artatding. U qochib ketdi. Ha, endi bo'ldi. Bu bir 2 kunlik ish emas. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh. La ilaha illalloh. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh. Yunus Efendi. Tönügün, usulü erkan toğırlıq degan sözlerim sizge ig'ir ketgan bo'lsa, bu qiling. Estağfirullah. Do'st yig'ilitib, dushman kuldirib debdikan. Ba'zilar balki o'zi uchun dedi deb qoladi. Ammo yo'lni ko'rsatish uchun dedik. Bizmi boshqa bir yerga borsak, u yerning usuli erkanini bilmaymiz. Ondan bir kelib bizni ogohlantirdi. Biz faqatla o'z yo'limizning erkanini bilamiz. Do'st deb ko'rmagan, do'st deb bilmagan. Nimishqa yo'lni ko'rsatib qo'ygidek. Sizni jiq avar qilmay, vazifangizga to'salg'i bo'lmay. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh. Bu burunqi Qazi Yunus Efendiği. Sen nereden bilirsen? Elbette bilimen. Taptık emir hazretlerge derviş bol diye deydi. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bu adam beni qaqsoqti qildi deysiz, ammo ne dalilingiz, ne bir şahidiniz yok. Ben o vaqtda Bellining bir yeğesiydim. Mana bu bozordagi shogird qilgan Gökhan mening shohidim bo'ladi. Rasiyatida Qazi Hazretleri. O yolg'on aytyapti. Eyip burmang. Xata tunubapti men. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Hoş kepsiz. Miklal tağam yok mu? Yok. Bazada Yunus Efendi'ni köydüm. Kozunu götürüp su taqıtıp şurdu. Kelin ha, o'ltiring.
Qozi Yunus efendim ha? Endi qoz emas, Dervish Yunus dang. Biletdim. Ammo darsi inib tuyuqsizlar unda qo'lida ko'zi bilan oldimga chiqishiga Bir odam qandoq bo'lib qozilikni tashlab darvish bo'lsin? Nima deb tushundirgili bo'lsin? Toshbaqadan qo'shig'ida pul bor ekan. Qo'yib beringlar, bekat ishlab oladi. Qo'rqotamsan? Qo'rqmayman, nima ish qo'rqidakman. Bo'ldi, qo'yib beringlar. Qutisini yerishimiz kerak. Pullar qutisining ichida. Boğam bir qatam bog'chida ko'ribdi ekan. Sultan Alip Arslan Xon malal girdi ekan to'xtadi. Bu eng uzun umr ko'rdigan hayvon. La ilahe illalloh. Dervish geldi. Kaçınla. Qichili. Sana nim bo'ldi oqsoqol? Yaran qanav etibdi. Kela, qani kel. anam bir ishkiroq elibla yonaman degan. Men darsni yondim, tex hech kelmadi. Nimaga aldiraysiz? Billa qaytmamdiq. Miklal tog'am nerda? Yezig'i bemor ko'ygili ketdi. Xo'sh gapsiz. Miklal efendi yo'qmi? Kiraz yeziq ketdi deydi. İşiniz bo'lsa kirazg'a dam. O dadisining yaxshi talibasi. Maqtig'ingizga rahmat. Desangiz qo'limdan kelishicha yordam qilman. Balalar maydonda o'ynab etib, beshini yerib etibdi. Yoramasdak qiladi. Ziyon yetkazish uchun emas, ammo biri qasddan kesgandek qiladi. Balkim qurchi qilib olgandi. Nima ish qilyapsiz dada? Saqlavatman qizim. Toshbaqani saqlayapman deydi. Yanıla tazalab qo'yay, savob bo'ladi. Ketamsiz? Kiraz singlim tozalab bo'lganda kelib, elib olaman. La ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah.